Bu kanalizatsiya suvini tozalash inshooti. 8 millimetrdan yirik bo'lgan chiqindilarni bu ko'tarib tozalab beradi. Tozalanib chiqqan suv bu yerda yana bir marta tindiriladi. Biologik tozalash jarayonlari mana shu yerda kechadi. Bu yerdagi organik moddalarni parchalanish hisobiga suvimiz zararsizlantiriladi. Aerotenka qismidan tozalanib kelgan suv mana shu ikkinchi tindirgichda tindirilib turib, gipoklorid moddasi qo'shiladi. Zararli mikroorganizmlarni zararsizlantirib, undan keyin daryoga qo'yib yuboriladi. Мы являемся внутренним контролем нашего очистного сооружения. Проба отбирается, начиная от входа и заканчивая сбросом. Также у нас контролируются обязательно реки. То есть река до нашего сброса, река уже после нашего сброса. Bu korxonaning asosiy vazifasi mana shu hammom, hojatxona, oshxonadan chiqqan mana shu kanalizatsiya, ya'ni oqova suvlarini biologik usulda tozalab turib, zararsizlantirib tabiatga qo'yib yuborish. Aholi tomonidan tashlanayotgan mana bunaqa yirik chiqindilar, korxonalar tomonidan chiqarilayotgan kimyoviy qoldiqlar bizning korxonamizning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Har bir korxona belgilangan me'yorga ko'ra o'zida birlamchi tozalash inshootiga ega bo'lishi, suvni tozalab, undan keyin tarmoqlarga tashlashi lozim. Lekin bunga ko'p korxonalar amal qilmaydi va ishlab chiqarish jarayonidan ajralgan bu yoqli kimyoviy chiqindi suvni nafaqat kanalizatsiya, balki daryo va ariqlarga to'g'ridan-to'g'ri chiqarib yuborishadi. Bu esa tuproq, oziq-ovqat sifatiga zarar berib, inson salomatligiga xavf tug'diradi. Oqova suv tozalash inshooti hammom, oshxona va hojatxonadan chiqadigan organik chiqindiga ega bo'lgan suvlarni tozalashga mo'ljallangan. Agarda kanalizatsiyaga korxonalarda ishlatiladigan bo'yoq, kimyoviy chiqindilar aralashsa, bu inshoot ularni tozalay olmaydi. Bu muammo yechilishi uchun korxonalar o'zida kichik suv tozalash inshootini o'rnatishi va o'zlaridan chiqadigan suvni tozalab, undan so'ng kanalizatsiyaga oqizishi talab qilinadi. Afsuski, ko'p korxonalar bunga amal qilmaydi. Ba'zida filtr bo'la turib uni ishlatishmaydi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan barcha korxonalarni suv tozalash inshootidan foydalanishi va o'zlaridan chiqayotgan suvni tozalab, undan so'ng kanalizatsiyaga oqizishini nazorat qilishini so'rab qolamiz.